Halol iqtisod va ijtimoiy adolat islom moliyasi dunyoviy tamoyillar bilan uyg'un. Global moliyaviy tizim barqarorlik, o'zaro ishonch, kafolat va ijtimoiy mas'uliyat masalalarida yangi yechimlar izlayotgan bir paytda islom moliyasi halol iqtisodiyot, savdoda shaffoflik, foyda va zararni adolatli taqsimlash kabi g'oyalar bilan diqqatga sazovordir. Hozirda global miqyosda kun tartibida turgan ijtimoiy, iqtisodiy, dunyoviy muammo va vazifalar nimalardan iborat va ular islom moliyasi bilan qanday uyg'unlikka ega degan savollarga quyidagicha izoh berishimiz maqsadga muvofiq. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2015-yilda qabul qilingan SDG dasturi 2030-yilgacha dunyo mamlakatlarini kambag'allikni qisqartirish, sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash, tinchlik va farovonlikni ta'minlash masalalariga da'vat qiladi. SDG bu nima degani? Ushbu abreviatura Sustainable Development Goals, ya'ni barqaror rivojlanish maqsadlari degan ma'noni anglatadi. Mazkur maqsadlarga erishish O'zbekiston 2030 strategiyasida ham ko'zda tutilgan. Islom iqtisodiyotida ham jamiyatda tengsizlikni qisqartirish va kambag'allikka barham berish lozimligi haqida ta'kidlanadi. Zeroki qashshoqlik kufrga yaqin deyiladi islom iqtisodiyoti qoidalaridan birida. Yana boshqa bir qoidasida shunday deyiladi: boylikni jamg'arib, na o'ziga, na boshqalarga naf keltirmay saqlash ijtimoiy jinoyatdir. Global miqyosda dolzarb bo'lgan yana bir yo'nalish bu ESG, Environmental Social Governance, ekologiya, ijtimoiy soha va boshqaruv. Mohiyatan ESG bu biznesni nafaqat foyda olish, balki butun sayyoramiz va insonlar manfaatiga xizmat qilishga yo'naltira oladigan zamonaviy dunyoviy tadbirkorlik strategiyasidir. Bundan ayonki, mazkur dunyoviy maqsadlar va strategiyalar islom iqtisodiyoti va moliyasi g'oyalari va tamoyillari bilan naqadar uyg'un va hamohang. O'zbekistonda chiqarilishi ko'zda tutilayotgan islomiy qimmatli qog'ozlar yashil sukuk aynan tabiatni asrash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini barpo etish va ichimlik suvini tejashga yo'naltirilgan. Qur'oni Karim Mulk surasining 15-oyatida Alloh taolo yerni inson uchun bo'ysunuvchi, ya'ni xokisor va foydalanishga qulay qilib yaratgani haqida aytiladi. A'rof surasi 31-oyatda Alloh taolo aytadi: "Yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Zero u isrof qiluvchilarni sevmas." Demak, islom iqtisodiyoti va moliyasi g'oyalari bugungi kunda an'anaviy iqtisodiyot va maqsadlari va strategiyasi bilan chambarchas bog'liq va hamohangdir. Aholisining 93% musulmonlardan iborat bo'lgan O'zbekiston uchun islom moliyasi instrumentlaridan to'laqonli foydalanish va islom bank moliya tizimini joriy etish bo'sh mablag'larni milliy iqtisodiyotimizga tobora kengroq jalb etish imkoniyatini yaratadi. Bu esa pirovardida vatan ravnaqi va xalq farovonligiga xizmat qiladi.